Махмайорова, Гузаль. Под ваши бурные аплодисменты. Assalomu alaykum, aziz Adil oilam. Birinchi marta sahnaga chiqaman. Hayot ssenariysi har bir inson hayotining muallifi o'zi. Kimdir sharoitni ayblaydi, kimdir sharoit o'zi yaratadi. Hayotimizdagi o'zgarishlar tasodifan emas. Bu o'zimizning harakatlarimiz, qarorlarimiz natijasi. O'zimni ham hayotimga shunday bo'lgan. Ko'pchilik shunday deydi. Vaqtim yo'q, men qilolmayman, meni qo'limdan kelmaydi. Aynan shu narsa 5 yil oldin men ham atom koreyskiy kompaniyaga taklif qilgan paytlari a'zo bo'lganman, lekin shu narsani qila olmayman, meni qo'limdan kelmaydi, reklama ham, sotuv ham, hech narsa qo'limdan kelmaydi deb juda ko'p отказ berganman. Lekin mahsulotlarni ishlatib ko'rganimdan keyin mahsulotlar o'zi gapiradi.